Hurmatli Prezidentimizning har safar Xorazmga tashrifi bilan fayz baraka, davlat kirib keladi. Odamlar yuzida quvonch, yaxshi kayfiyat baxsh etadi. Mana kuni kecha Prezidentimizning Xorazmga tashrifi davomida biz juda bir katta mablag'lar ajratilishi hisobiga Xorazmning iqtisodiy rivojlanishi hamda turistik rivojlanish jarayonlari bilan tanishib o'tdik. Ayniqsa kuni kecha Ardaxiva turistik majmuasining ochilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mana oldinlari biz har doim ochiq osmon ostida tarixiy obidalari bir joyda joylashgan Ichanqal'a bilan doim faxrlanib yurar edik. Demak, oldinlari turistlar faqat mana shu obyektlarni ko'rish uchun kelsalar, bugungi kunda Xorazm san'ati, madaniyati, urf-odatlari, qadriyatlari, an'analari, gastronomik xizmatlari bilan yaqindan tanishib, mana shu Xivaning dunyoga tanilishida juda katta hissa qo'shmoqdalar. Shu bilan birga muhtaram Prezidentimiz mana shu qadimiy Xorazm dunyo sivilizatsiyasi va madaniyatining rivojlanishida bebaho hissa qo'shgan sharq gavharidir deb ta'rif berdilar. Bu ko'hna yurt jahonga dong'i ketgan ne olimu fozillar, sarkardayu sultonlar, aziz avliyolar, betakror shoir va hofizlar vatani hisoblanadi. Va unga yangi O'zbekiston poydevori chambarchas bog'liqdir. Amudaryoning ikki sohilida joylashgan Xorazm va Qoraqalpog'iston elini Xudoy taoloning o'zi taqdirdosh qilib yaratgan. Bu ikki qo'shni hududning tarixi, madaniyati, urf-odatlarini alohida bir-biridan ajratishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ona vatanimizda yashovchi barcha aholi vakillari qatorida biz Xorazm va Qoraqalpog'istonda yashovchi fuqarolar O'zbekistonning xalqi sifatida bir tanu bir jon bo'lib, jonajon O'zbekistonimizni farovonligini va gullab yashnashini ta'minlashda barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Biz ayniqsa bitkazuvchi yoshlarimiz uchun dunyo standartlariga javob beradigan Al-Xorazmiy nomidagi universitetning ochilishini juda xursandchilik bilan kutib oldik. Yoshlarimiz bugungi kunda jahon standartlari talablariga javob beradigan zamonaviy universitetlarda ta'lim olib, yaxshi kasb egalari bo'lib, O'zbekistonning gullab yashnashiga o'zlarining hissasini qo'shadilar deb ishonaman. Oldingi Xorazm bilan bugungi go'zal Xorazm tubdan farq qiladi. Albatta bu bunyodkorliklarni, obodonchiliklarni biz qadriga yetishimiz kerak. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lgan emas. Bu muhtaram Prezidentimizning olib borayotgan islohotlarning to'g'riligidan va mashaqqatli mehnatlarining natijasi deb bilaman. Butun O'zbekiston fuqarolarini Xorazmga, Xivani sayohat qilishga taklif qilib qolaman. Biz pedagog sifatida ham, deputat sifatida ham mana shu Xorazmni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida olib borayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holda mamlakatimizni rivojlanishiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz.